Assalomu alaykum akalar. Hammalaringiz yaxshimisizlar? Akalar, yangi mollarimiz keldi. Telegram kanalimizga qo'yapmiz, xudo xolasa. Shvedni zo'rdan so'raganlarga mana bitta tuqqani bor. 4 kurak. Endi tug'magan deb sotsak ham bo'laveradi. Tuqqan deb aytib qo'yamiz. Yuvoshligi o'ta yuvosh akalar. Mana bitta tuqqan sinovdan o'tib bo'lgan. Konkret yuvoshligi xudo xolasa. Mana orqasidan chandillari ham zo'r. Bitta tuqqan, sut yo'llari ochilgan. Xudo xolasa. Bo'yi 1.30. Oldi tomondan o'shladim. 1.30 chiqyapti oldi tomondan. Uzoqroqdan olib beri kameraga ham sig'mayapti. 4,5 oylik bo'g'oz akalar bu. Pulini 28 million kami bor. Uzi syomkada tekshirilgan. 4 kuragi. Toza shved. Yeb ichi ham yo'g'iga javob beramiz, xudo xolasa. Tozasidan. Ko'ringlar, kamini qilib beraman, xudo xolasa. 4 dona kurak tushgan. Bo'yi 1.30 katta mol akalar. Xo'p, ikkinchi molimiz. Bo'yi 1.28 old tomondan o'shladim. 25 kilusiga olaveringlar. Bo'yi 1.28 chiqyapti lekin. Mana yuvoshligi buni ham. Idish solishni boshlab qo'ygan. Kurakchi yo'q hali og'zida. Kurakchini hali chiqarmagan. Sut yo'nalishida mol, ola parodadan. Buni akalar, xo'p, oyi 6 oylik bo'g'oz. 6 oydan o'tgan, 6 oylikka beramiz. Bolasi qo'lga tegyapti, uzi syomkasi ham bor. Kurakchini hali chiqarmagan. Mollar o'zimizga qarashli bir ukamiz uyidan olib keldik. Buni 24 million kamini qilib beramiz. Orqalardan ham ko'ring, idish solishni boshlab qo'ygan mol. Yuvoshligi garantiya, yeb ichishiga, xudo xolasa. Uchinchi molimiz bor marta. 2 oylik bo'g'oz, kurakchini hali chiqarmagan. Bo'yi 1.25. Bo'zoq hali. Kuragini umuman chiqarmagan, hali harakat ham qilmagan. Yeb ichishi, yuvoshligi joyida. Xo'p, akalar, buni 23 million so'm kamini qilib beramiz ozgina. Ko'ringlar akalar, kimga qaysi mol yoqsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa. Hozircha shu 3 ta katta mollarimiz bor. Kichkina mollar emas, kelib ko'raman degan odamlarga kelib ko'rib olsa ham bo'laveradi. Mollarning sifati 100 ga 100, xudo xolasa. Hamma yo'g'i joyida. Sog' bo'linglar akalar, kuzatishda davom etib turinglar. Qolganga sotganga Alloh baraka bersin.